Kısmetlerimiz şundan hatırlık. Bizim Instagram'da 240 bin подписчигimiz var. Bir video yazdırabız mı? Sen yazayım ana başta. Bu zaman şirimi, bu nerse bu sosyal şidderler var. Sosyal şidderler bulmasa biz bulay yığışa olmaz idik, kuruşa olmaz ya. Bir senin umağan, yazılmağan. Yavaş şu. Bir de eli basılgan 13 sekund dostlar. Bizden güzel urazı var. Instagram'da pek aktif oturuyor. Güzel benim de akağım var. Benim yoruktan da tartıyım degen. Bu büyük zor bəxit bir kişiden ekleyetirek zamanasına turu getirip kimler kullanmıyor kullansınlar. Zamananın şiritügü, bu zamananın yaxşı yağı diyer. Sosyal şidderler bugünkü günde basıp gitti deysen halkının vakti jitmiyor. Ulanı bir zaman şeyti balıp var. Bana yazı geldik böyle. Konuşlar Kalıyla başta kisken şeyler, kismetlerimiz şundan hatırlık. Dostlar bizden Instagram turda söz kırgıç beni etip gideyim. Bizden Instagram'da 240 bin подписчигimiz var. Hazır biz barısına da ko'rsatasiz ki bizni şarjda Qozon restoranından yemek to'plar bilan minti majlislar bilan qarşılanadi. Shunga ko'ra aydangiz bizga qo'shiling'iz. Kimlar qo'shilmagan yozing'iz bizga. Borimizdan mana shunda uchrashuv yashayveramiz Instagramimizda. Bir video yazdırabız mı? Artur hem güzel hem İldar. Sen yazayım ana başta. Yok yoksa ama ben sana aklıma çalayım. Hem bir video İldar, video. Давай я qarşı. Ata qarşıya. Benim Oydar Abugalimov bilan bir video var edi. U menga prinsipal ravishda Instagramda o'tirmay degan edi. Ham mana siz Instagramda ham sosyal şidderlarni bek aktiv kullanasiz. Artur da bek aktiv kullanadi. Menga qarata kommentariy. Bu zaman şirimi, bu narsa bu sosyal şidderler barısida. Sosyal şidderler bulmasa biz bulay yığışa olmaz idik, kuruşa olmaz idik. Şuna ko'ra bizga bir senin Yazılmağan, yazılmağan. Yavaş şu. Niye yazılmağan? O basılgan. Yok basılgan değil. Böyle eli basılgan 13 sekund bile gerek dostlar. Bizden güzel urazı var. Instagram'da pek aktif oturuyor. Bu bizim ikinci dublga Второй дубль. Güzel benim de akağım var. Benim yoruktan da tartıyım degen. Yani üstüne tırışam üzerine göre 40 bin yazılışı. Elbette siz bizim fotoğraf şarkılarının arasında sizin ilk popülerinin birisi deyip eytireydim. Eyti güzel sizge bu sosyal şidderlerden yaxşı yağı nesledem. Reklamada kişi yerden itedir elbette. Konsertlarını toratı da yerden itedir. Birinchidan Instagram shirtlari borliqqa kelganda hali biz uni o'yin kibigina qabul etgan edik. Yozilirga kerakdir, bu bet yaxshi mumkinchiliklar bor deb o'ylab qana ishladik. Bugungi kunda endi chindan da bek zo'r dunyo deb aytayim, butunlay boshqa dunyo. Ham endi shu Instagram orqasida, sotsial shirkatlar orqasida ko'p xalq jilla ola, ko'p xalq ma'lumot bila ola. Bu bek zo'r baxit bir kishidan aytib kerak. Zamonasına to'g'ri keltirib, kimlar kullanmıyor kullansınlar, kimlar kullanalar albatta endi ko'proq mumkinchiliklar bo'lsin deb aytazim kelar. Shunda birga uchrashib, birdan bo'lib, shunda o'zi bir-birimizga yozilib, bir-birimiz turida ko'proq bilsak, shundan da zo'r baxit yo'qdir. Zamonaning şiritügü, bu zamonaning yaxshi yog'i der. Tag'in bir so'rov, gazeta bilan jurnallarni olishtira olamizmi shuncha sosyal shidderlar? Masalan, bosma gazetalar bituv mumkinligi bormi? Siz jurnalistikaga o'qirga tilagan kishi bo'laroq Kızg'anish, ammo shundan da sizning so'rovingiz durust. U nishida aytayim. Sosyal shidderlar bugungi kunda bosib ketdi desam durust bo'lar. Bir kızg'anish hal, chunki bizning yozmalar, bizning kitoblar o'qilirga tegish. Ammo lekin buning tag'in bir yaxshi yog'i bor. Shu kitoblarni biz elektron versiyasini aylantirib, qo'shirib, o'rnashtira olsak kerakli yerda shulay o'quvchilar ko'p bo'lashaq. Bugungi kunda do'stlar, xalqning vaqti yetmaydi. Şu arkasında sosyal şirketler bek popüler. Kendidir qisqa ma'lumot, qisqa tezgina foto, surat, video, kishi tezgina anglamalar qo'yda narsa bo'lgan. Chunki xalqning kishining e'tibori yetarga, chunki bek ko'p ma'lumot. Shunga ko'ra buni durust anglab, endi shundan da yozuvchilarga da men bek ko'p kitoblar o'qiyman. Bek yoratam, yozuvchilarni bek hurmat etaman. O'zimdan da mening elektron ravishda o'qiysiz. elektron
elektron ravishda ko'proq hozir o'qilar. Ham o'zimning de mana chiqarilgan bosilgan kitoblarimni men hali bugungi kunda mana o'ylab turam elektron versiyasini yozdirgan. O'shirga deb ham shunga ko'ra aning o'qishlarida ko'proq bo'lar. Yoshlarimiz shu elektronga tushib ketgach, biz endi albatta uni o'shirashyapmiz. Zamonadan ortda qolmaymiz deb. Shunga ko'ra turishga kerak bizlar. Sotsial shelterlarda bo'lsin, ham o'zimizning bosmalarimizni, yozmalarimizni ham jurnalistika yozgan barliq ma'lumotni endi durust etib o'qib, anglab qabul etilgan kerak. Shunaqa go'zal Urazovaning akkaunti u bizga turli layfhaklar da bera, uningdir moda bo'yicha da kengashlar bera, ularni bek zamoncha etib olib bora. Shunga ko'ra ham albatta totar tilida olib borish, turli totar jillarida ishlash uchun bek zo'r rahmat. Shunga ko'ra totar internetini o'stirishga ulush kiritganingiz uchun jirshi bo'larak totar internetini o'stirishga shulay ulush kiritasiz. Shuning uchun sizga bek zo'r rahmat go'zal. Sizga bek zo'r rahmat do'stlar, bizning bilan bo'lganingiz uchun, har vaqt endi bizga kuch istab turganingiz uchun, siz deb yashaymiz, siz deb ishlaymiz. Shunga ko'ra shu akkauntlarimizni, sotsial shelterlarimizni birga o'stirib, biz endi o'z yog'imizdan bo'lgan barliq mumkinchiliklarimizni qo'llanib, sizga durust ma'lumot berib, birga yashashga tirishimiz, qiziqroq bo'lsin, dunyomiz tag'ida kengroq bo'lsin, mazmunroq bo'lsin. Birga shular uchrashib yashaylik. Rahmat. Amin. Amin. Kelasi ko'rishganlarga qadar. Rahmat sizga bek zo'r rahmat. Sizga. Rahmat.